Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rgüchiler. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosuning tor televiziyasi. Men Gulchehra. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Dünya Uyg'ur qurultiyi bayonot e'lon qilib, yaqindan buyon Uyg'ur elida davom qilayotgan qonliq qirg'inchiliklarga norozilik bildirish yuzasidan har qaysi ellarda keng ko'lamlik namoyish o'tkazilganligini bildirdi. Namoyish 10 yanvardan 13 yanvargacha uyushtirildi ekan. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qodir xonim ziyoratimizni qabul qilib, Xitoyga norozilik bildirish hamda dunyo jamoatchiligini Uyg'ur vaziyatiga ko'ngil bo'lishga chaqirish maqsadida mazkur namoyishni uyushtirganligini bildirdi. U mundaq dedi: Kanunsuz öldürülatkan halkımız ve turmuda yetivatkan kanunsuz tutkun kılıngan günahsız neçe 10 minglagan siyasi mahbuslarını koydurup beriş, kanunsuz öldürüşten to'xtatish, dünyanın bununla igi çıkışı ve Xitoy doiralari texi o'tgan oyda Saybaq va Yakanda 20dan ortiq Uyg'urni atalmış terrorlikqa zarba berish nomida etib o'ldirgan. Bularning orasida ayollar va bolalarning mubolag'i ilgari surilgan edi. Kiriya Naylik Ayollar Birleşmesi Reisi ötken ayının ahiri Kiriyada tushiritilgan 6 Uyg'ur homila haqida to'xtalib, qonun bo'yicha 45 kunlik homilani tushirishga bo'lmaydi dedi. 12 ayının ahiri Kiriya doiralari dunyoga ko'z etish oldida turgan 6 homilani tushirib, Uyg'urlar orasida jiddiy inkas qo'zg'agan. Egalishimizcha, tushirilgan bu bolalarning oldi 8 oylik, keyni bir necha oylik bo'lgan. Kiriyadagi bal tushirish tuzumi haqida ziyoratimizni qabul qilgan Naylik Ayollar Birleşmesi Reisi garchi qonun bo'yicha 45 kunlik homilani tushirishga bo'lmaydiganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo Arshiyda 6 nafar homilani o'ldirishga buyruq bergan yezliq partkom sekretari Sunjibingning qilmishini xato deyolmadi. Dunyoga ko'z etish oldidagi bu homillarni o'ldirish buyrug'ini Sunjibing berganligi ilgari surilgan edi. Ma'lumki, Abduvali Ayub Xitoy qonuniy yo'l qo'ygan doira ishida Uyg'urlarning milliy manfaatini qo'g'dash uchun tirishchanlik ko'rsatgan ziyolilarning biri. Xitoy qonuni bo'yicha shirkat qurib, Xitoy qonunlarida ta'kidlagan har millat o'z til yezigida ma'rif tarbiyasi oladi degan modda bo'yicha ona tilda yasli va maktab etishga tutish qilgan Abduvali Ayub 4 oy ilgari tutqun qilindi. Shuncha vaqtdan buyon uning qayerda qamalganligi, konkret ahvoli hamda qachon sotlanganligi haqida hatto oilasidagilarmi hech qanday xabarga ega bo'lolmagan. Abduvali Ayubning Xitoy o'lkalardagi ma'lum universitetda o'qiydigan jiyani Mirshatning aytishicha, Abduvali Ayub chet eldan qaytib kelgandan keyin o'z g'oyasini amalga oshirish yo'lida izlangan. Abduvali Ayubning o'rta maktabdagi saboqdoshi navbatda Amerikada yashayotgan doktor Anvar Mahmad ziyoratimizni qabul qilib, uning Amerikada shuncha yaxshi sharoit va doktorlik uchun berilgan o'qish mukofot pulini tashlab, o'z g'oyasi uchun vatanga qaytganligini ilgari surdi. Guangdongdagi atalmış Xinjiang sinfida o'qiyotgan bir Uyg'ur o'quvchi 7 yanvar atdiganda 6-qavatdan o'zini tashlab o'lib olgan. Doirlar mazkur voqea ustida tekshirayotganligini bildirgan. Uyg'ur biz to'rining oshkorlashicha, voqea Guangdong o'lkasi Dongguan shahriga joylashgan bir to'liq o'tir maktabda yuz bergan. O'zini o'ltirib olg'ichi bu yil to'liq 2-sinfda o'qiyotgan Uyg'ur yigit ekan. Bu o'quvchining Uyg'ur elining qaysi shahridan kelganligi, uning nima uchun o'lim yo'lini tanlaganligi hozirgacha aniq emas. Xitoy doiralari Uyg'urlarga qarta yo'l qo'yib kelayotgan atalmış Xinjiang sinfi tuzumiga 10 yildan oshdi. Mazkur siyosat Uyg'ur ziyolilarida har xil andishlarni qo'zg'agan edi. Uyg'ur biz to'rida Xinjiang sinf o'quvchilari o'g'irlab ketilgan bir avlod deb atalgan. Amerikadagi Stanford universitetida o'tkazilgan Turkiy millatlarning madaniyat faoliyatida Uyg'ur madaniyatining tonishtirilganligi noma'lum bo'lsa-mu, ammo bu vaqtda chiqarilgan uqtirishga Sharq Turkistonning oyil-tuzliq ko'k bayrog'i chaplangan. Rangdar Turkiy dunyosi nomli bu faoliyatni Stanford universiteti madaniy aloqa klubi bilan San Fransiskodagi turk tatar jamiyati birlashib o'rinlashtirgan. Faoliyat 11 yanvar tushdan keyin o'tkaziladi ekan. Faoliyatga Turkiy tili millatlarning naqshi musiqa, kiyim-kechak va yemak-ichmak qatorliq rangdor madaniyati tonishtirildi ekan. Faoliyat haqidagi e'londa hech qaysi Turkiy tillik millatning ismi alohida atalmagan bo'lsa-mu, e'lon varaqchisiga har bir Turkiy tillik millatning bayroqlari chaplangan.
E'longa chaplangan 12 bayroq surati ichida Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'i o'ng taraf birinchi ratga tizilgan. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.